Hazretlerimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan paytlarida Makka mushriklari, zodagonlari keldi. Ey Abu Talib dedi. Biz senga bir nechta takliflar bilan keldik. Jiyaningga ayt, o'rtaga tushgunda vositachi bo'lib jiyaningga ayt. Agarda bu jiyaning payg'ambarlikni da'vo qilishdan maqsad Makka hokimligini ko'zlayotgan bo'lsa, Makkaga hokim qilib qo'yaylik. Agar payg'ambar bo'lishdan maqsad boy bo'lishlikni istayotgan bo'lsa, biz butun boylar pul yig'ib, eng ko'p pulni jiyaningga yig'ib beraylik, eng boyimiz shu inson bo'lsin dedi. Agarda birorta bir chiroyli qizni umid qilib, chiroyli ayolga erlik qilmoqchi bo'lsa, chiroyli ayolni xotin qilmoqchi bo'lsa, yetsin, biz Makkaning eng chiroyli qiziga uylantirib qo'yaylik ayt deganlarda, Abu Talib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirib, ularning takliflarini aytdilar.